Agar siz dunyodagi eng mazali yubqasini hali ham tayyorlashni bilmasangiz, bu retseptni aniq yozib oling. Bu yubqa galочка olishingizga sababchi bo'ladi. Elangan unimizga tuzli suv solib, yaxshilab xamir qoramiz. Ehtiyot bo'lamiz, xamirimizga ko'p un solib qo'ymaymiz. Xuddi videodagi bo'lishi. Nachinkamiz tayyor bo'lguncha tindirib qo'yamiz. Turgan yog'imizga piyoz, qiyma, ziravorlar solib yaxshilab aralashtiramiz. Ketidan esa qirg'ichdan chiqarilgan sariq va qizil sabzini qo'rib, ustini yopib dimlab qo'yamiz. Tingan xamirlarimizdan zuvalachalar yasaymiz. Zuvalachalarimizni faqat tovamizdan kelib chiqqan holda bo'laklarga bo'lamiz. Menda aynan yubqani tovasi bo'lgani uchun kattaroq zuvalalarni har bir zuvalachalarni qo'rqmasdan unlab, kattaroq qilib, yubqa qilib yoyamiz. Orada esa tovamizni qizdirishga qo'yamiz va xamirlarimiz bir-biriga yopishib qolmasidan pishirishni boshlaymiz. Eng birinchi xamirimizni orqa oldini qizartirib, so'ngra esa qiyma solamiz, ustidan esa xamir yopamiz va xamirli tomonini tovada qizartirib, mana shunday ketma-ketlikda pishirib olamiz. Tayyor yubqalarimizni laganga ortamiz va ketma-ketlikda taxlab chiqamiz. Bu porsiyadan sizda aniq qiyma qoladi. Qolgan qiymalar bilan ustini bezatishingiz mumkin. Agar siz birinchi marotaba tayyorlab ko'rayotgan bo'lsangiz, xamirni 10 taga mo'ljallab tayyorlashingizni maslahat beraman. Oilangizdagi barcha yosh kattalarni duosiga sababchi bo'ladigan yubqamiz ham tayyor bo'ldi. Bu yubqani yubqaligidan chaynashni ham hojati yo'q. Yana o'sha gap, galочка olishingizga sababchi bo'ladi.